xabarlar. Assalomu alaykum, studiyada Jasurjon Devxonov. Bugun Toshkentda Inapro Markaziy Osiyo 6-xalqaro sanoat ko'rgazmasi o'z ishini davom ettirmoqda. Sanoatchilarning bunday yirik anjumani iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, farmatsevtika, agrar va xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida qanday o'zgarishlar ro'y berayotganini, dunyoda mahsulot ishlab chiqarish qaysi yo'ldan borayotganini ko'rish va foydali shartnomalar tuzish uchun ayni muddaodir. Quvonarlisi, ko'rgazmaga qo'yilgan mahsulotlarning katta qismi mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz tomonidan taqdim etildi. Hamda zamonaviy uskuna va yangi texnologiyalarimiz ko'pchilikning diqqat e'tiborini tortdi. Muxbirimiz BMB Holding sotuv bo'limi menejeri Samandar Po'latov bilan muloqotda bo'ldi. Inapro ko'rgazmasiga BMB Zafaron stilajini qo'yganmiz. BMB Zafaron brendi ostida 6 xil zafaron va zafaronli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Zafaronli asal, ko'k qora choy, novot va tuz. Undan tashqari BMB AgroPlus degan korxonamizda qayta va chuqur qayta ishlangan meva sabzavotlar bor. Undan tashqari shok va akustik usulda qayta ishlash ham yo'lga qo'yilgan. BMB Impex tomonidan dukkakli mahsulotlarimiz, no'xat, loviya, moshlarimiz ham taqdim qilindi. Asosiy mahsulot zafaron bo'lganligi uchun zafaronni asosiy hajmi eksportga chiqib ketadi. Ichki bozorlar uchun ham har xil marketplace'larda, ondan ortiq Toshkent shahridagi qoldi bozorlarda ham rastalarda ko'rishingiz mumkin. Bu safargi ko'rgazmadan ko'proq kelishuvlarga erishish niyatidamiz.